Xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari mahalla yettiligi bilan o'zaro hamkorlik doirasida Zarbdor tumanida o'rganishlar olib bordi. O'rganishlar jarayonida hududlarni rivojlantirish va aholi muammolarini samarali hal etish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari boshchiligidagi ishchi guruhning Zarbdor tumanidagi o'rganishlarida asosiy e'tibor tuman kengashi deputatlari mahalla yettiligi bilan o'zaro hamkorligi doirasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati kengashining hududlarni rivojlantirish hamda aholi muammolarini hal etishda mahalliy kengash deputatlari va senatorlarining mahalla yettiligi bilan o'zaro hamkorligini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorining tumandagi ijrosiga qaratildi. Shuningdek, o'rganishlar doirasida deputatlik nazoratini kuchaytirish hamda hududiy dasturlar ijrosi ham ko'rib chiqildi. Dastlab tumandagi Taraqqiyot mahallasi binosida viloyat va tuman kengashi deputatlari, tuman kengashi huzuridagi ekspert guruhi, yoshlar maslahat guruhi hamda mahalla faollari ishtirokida rasmiy uchrashuv tashkil etildi. Unda asosiy e'tibor tuman kengashi deputatlarining faoliyat samaradorligini oshirish, saylovchilar bilan muloqotini takomillashtirish, hududiy muammolarni tizimli tahlil qilish va ularni sessiya muhokamalariga sifatli tayyorlash bo'yicha deputatlik korpusiga uslubiy ko'rsatmalar berildi. Bundan tashqari to'y-hashamlar va oilaviy marosimlarni ixcham, milliy qadriyatlarga mos hamda kam xarj o'tkazish, aholi o'rtasida isrofgarchilikning oldini olish bo'yicha targ'ibot ishlarini yangi bosqichga ko'tarish yuzasidan aniq tavsiyalar berildi. Zarbdor tuman kengashi deputatlarini Taraqqiyot mahallasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Aholi murojaatlari o'rganildi, joyida hal etildi. Mana bugun bizni xotin-qizlarimiz tomonidan xotin-qizlar bandligi ta'minlandi. Pillachilik yo'nalishida juda ko'p ishlar qilindi. 100 ga yaqin xotin-qizlar bandligi ta'minlandi. Ushbu ishlarimiz Senatning 35-qarori ijrosi bo'yicha tashkil qilinmoqda. Deputatlarimiz faol bo'lib, mana shu mahallalarda aylanib, aholini murojaatlari bo'yicha mana shunday ishlar tashkil qilib kelmoqda. Viloyat kengashi deputatlari boshchiligidagi ishchi guruh tumanda aholi muammolarini joyida o'rganish, hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalariga ham e'tibor qaratishdi. Uchrashuv davomida fuqarolarning murojaatlari tinglanib, ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash va bandlikni ta'minlashga oid takliflar nazoratga olindi. Muloqotlar yakunidan so'ng ishchi guruh a'zolari hududda qishloq xo'jaligi sohasidagi muhim yo'nalishlardan biri bo'lgan pillachilik ishlarining borishi bilan yaqindan tanishdi. Pillakorlar bilan o'tkazilgan suhbat davomida ipak qurti parvarishi, ozuqa bazasini mustahkamlash va reja ko'rsatkichlarining bajarilishi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar o'rganildi. Xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari boshchiligidagi ishchi guruhning Zarbdor tumanidagi o'rganishlari yakunida hududiy kengashlar faoliyatini yanada jonlantirish bo'yicha fikr-mulohazalar ham almashildi.